Gilemlerimiz 50% çekirmede abonasılar gelip durup iş özlerini bemalol yara bahasında xarid etseniz de boladı. Plus qarzlamasanlar boladı. Bu qarzlaganda tərtibini çık boladı desengizler şular hakkında malumatlarni berib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz abone bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelsa bir like bosib qo'yinglar. Like uchun hech qanday megabayt ne yetmaydi. Gelip dükkanımızdan işinin premium sifatida yaxshi gilamlar ham shu 50% skidkada xarid etishingiz mumkin bo'ladi. Obunachilar bizada misol ishi gilammi 1 kvadrati 120 ming so'mdan sotilgan, endilikda kelasiz 60 ming so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. Bu duruşu 3 metr 6 metrlik gilam bo'ladi. 18 kvadrat 60 dan bo'lganda 1 million 80 ming so'm bo'ladi. Size şu 1 million 80 ming so'mlik gilammam qarzini berib bilamiz. Gelasizdan pulunuz bo'lmasa şu 1 million so'mlik gilammam 2 ayda 3 ayda bölüp to'lasangiz bo'ladi. Hech qanday üstəmələsiz. İnen abonaçılar 18 kvadrat 1 milyon 80 bin so'm. Eğer de siz bir son pul sikep durup 3 ayda bölüp tölemen deseniz ayına 360 bin so'mdan düşedi. Hech qanday bank aralashuvsiz o'zlarimizga kelib bölüp төлep verasizlar. Bunda bunu başqacha güllülari bor, sasaqlılari bor. Buni razmeri 3 metr 5 metr bo'ladi. Buni ham sifati o'rtacha gilam bo'ladi. Bularni boshqacha gullilari, boshqacha sifatda chiqqanlar ham bor. Shular haqida ma'lumotlar ham beramiz. Like bosish обязательно yoddan chiqmasa obunachilar. Bu gilamizni boqasam 120 dan sotilgan, endilikda kelasiz 60 ming so'mdan kvadratini xarid etib ketsanglar bo'ladi. Bular bir dana qayt ketgani uchun 50% chegirmada. Dükkanımızda barcha gilamlarni hammasi 50% chegirmada emas. Bir dana qayt ketgan gilamlarni ko'rsatib, pullarni ham aytib beramiz. Screenshot atib kelsangiz, doğru o'zini olib ketsangiz ham bo'laveradi gelib. Buni bahası 15 kvadrat 60 ming so'mdan 900 ming so'm. Xalasangiz 2 ayda 3 ayda bölüp to'lang 300 ming so'mdan tushadi. Bunda bunu boshqacha gullilari bor, sifati yaxshiroq xillari bor. Yine bu ayca qaranglar 3 metr 6 metr bo'ladi. Sifati zo'r bo'lgan gilamimiz. Bularni bahası 120 130 sotilgan, endilikda kelasiz 70 ming so'mdan 1 kvadratini xarid etib ketsangiz bo'ladi. Razmeri 3 metr 6 metrlik 18 kvadrat 70'ten 1 milyon 260 ming so'm bo'ladi. 260'ını bering 1 milyon so'mini 2 ayda bölüp to'lasangiz ham bo'laveradi. Bundan yaxshiroq yo'qmi, sifatlisi zo'r yo'qmi deyarlar. Bunda dahshati bor. Bu yerda qaranglar, в общем konkret chiqqan bo'ladi. Razmerlari 3 metr 5 metr bo'ladi. 15 kvadratlik gilam. Buni har bir kvadrati 250, kami 220 sotganmiz-ku. Gelasizdan şu 220likdan 110 ming so'mni olib ketaverasiz. Duruşu 1 milyon 650 ming so'm olasiz. Ishi bir katta gilammi? Eğer siz qarzini alaman desangiz 1 so'm pul sizdan beramiz. 3 ayda bölüp to'lasangiz ayına 550 ming so'm puldan to'laysiz 3 ayda. Xalasangiz 2 ayda to'lang, xalasangiz eldan azroq pul bering. Ish qilib dükkanımıza şu gilamni alaman deb kelsangiz, tabi şu gilamni xarid etib ketaverasizlar. Buni qonunligini ko'rsat operator. Bu yerga qarang. Ko'pchilik qonunligini ko'rsatmaysan dedi. Ining obunachilar. Bu taqirg'ol emas, qo'jali, sasaqli bo'ladi. Sifati zo'r bo'ladi. Söyletlerini ham qaranglar, parlament söylet dahshat bo'lib turadi. Bularni boshqa razmeri yo'qmi deysizmi? Bunda buni boshqacha razmerlari ham bor. Nima qarang. 3 metr 4 metr bo'ladi. Bahası 1 milyon 200 ming so'm. Obunachilar yanglishmasiz, ish duruşu 1 milyon 200 ming so'm. Xalasangiz 2 ayda bölüp to'lang. Xalasangiz 3 ayda bölüp to'lang. 1 so'm pul minmidi üstüne. Öz narxini bölüp to'laverasiz. Bunda iranskiy gilammi zo'r ham bor, konkret chiqqanlari. Bularning ham bahasini yarı bahasına tushirtamiz. Razmeri 3 metr 4,5 metrlik bo'ladi. В общем, dahshat chiqqan gilam. 13,5 kvadrat kimdir doğru kelsa 250'dan satılgan 125 ming so'm. Hozirgi bahası 1 milyon 680 ming so'm pul bo'ladi gilamni duruşu. Eğer de siz şunu 3 ayda bölüp to'lasangiz 560 ming so'mdan ayına bersangiz bo'ladi. Yine, в общем, dahshat chiqqanizda ipek yo'qmi deysizlarmi? Bunda ipek xillari ham bor. İpekni zo'rlari, konkret chiqqanlari. Buni razmeri 3 metr 7 metr bo'ladi. 21 kvadratlik gilam, ipekni zo'ri. Bularni har bir kvadratini 100 ming so'mga tushirib qo'ydik. Duruşu 2 milyon 100 ming so'm. Eğer de siz şunu 3 ayda bölüp to'lasangiz 700 dan tushadi. Eğer 700 qimmatli ketadi, arzaroq tushsin desangiz 5 ayda to'lasangiz 420 ming so'mdan tushadi. Öz narxini bölüp to'laverasizlar. Yine buni bunda boshqacha gullilar ham bor. В общем, dahshat chiqqanlar yine. Nima deydi bu obunachilar? Gelasizdan ishi gilamdan ham qarzini olib ketsanglar bo'ladi. Shu gilamni 300 ga kelib bemalol xarid etaverasizlar. Yine keyin bizada mening high-tech söyletda, high-tech qizil söyletda mening gilamlar ham ko'p. Gelip turib dükkanımızdan bemalol xarid etaverasizlar. Metrajni deysizmi, mening korrekt deysizmi, metrajdan ko'p.
özü ikinci etajda metraj koymaymiz. Metrajımız birinci etajda boladı. Gilam deseniz ne sortimentler bomba. Berdininkinden bir görsütüp Ömür Bey. Bunda Kızıl Söğüt'te başım dahşat bu gilam, zilli diyen gilamımız. Bulanın her bir kvadratı 250 ming so'mdan sotilgan. Gelasiz 125 ming so'mdan bir kvadratını xarid etib ketaverasiz. Zilli degan gilamimiz 125 ming so'm. Razmeri 3 metre 5 metr bo'ladi. Yine pulni hisoblab beramiz. 15 kvadrat 125. 1 million 875 ming so'm gilamni durishini bahası. Siz şunu xalasangiz 3 ayda bölüp töleyin xalasangiz, 5 ayda bölüp töleyin. 5 ayda bölüp töleseyiz 375 ming so'mdan ayına төлeysiz. Hech qanday üstüne peyne şeyine minmidi, öz narxını bölüp tölep berasizlar. Bunda bunu açıkroq söýütde çıqqanlary bar. Bular cennet güllü dımzorçadan evet. Bunun bahası şuningin 50% çekirmede. Kalınlığını görün yine. Gördünüz mü? Kalınlık kalın. Sifati zor. Arkalı kocalı. Arapça yazılgan. Tasakan məhkəm xılısı. Gələsiz 1 kvadratını 125 ming so'mdan 50% çekirmede xarid etib ketaverasizlar. Razmeri 3 metre 4 metr boladı. Bir spanni izni 50'den razmer. Eğer de siz şundan mesela 3'ünü 4'ünü alsanız ham erzimeyen pul boladı. 12 kvadrat 125. 1 milyon 500 ming so'm boladı gilenme duruşu. 3 ayda bölüp төлeseniz ayına 500 ming so'mdan төлep berasizlar. Bunda bunu başkaça güllülere bak. Kalınrak, yaxşırak çıqqanları var yine. Ne deydi bu? Kilaysiz, boş, yupsuk işletilene. Bulanın razmerler 3 metre 5 metr boladı. 15 kvadratlık gilam. Bulanın her bir kvadratını 150 ming so'mdan beramiz. 2 milyon 250 ming so'm duruşu boladı. Siz şundan xalasanız 6 ayda bölüp töleyin, ayına 375'ten bölüp төлep berasizlar. Bizlere bölüp töleri alışınız üçün bundan bir dana pasport bilen plastik ekkeləsizlər 5 minutda işleriniz bitadi. Xalasanız elden azırak tolab etken, xalasanız şart emas. Bunda ipekni dahşatı zorları bayını. Bu əcəkanın. 3 metre 5 metre 15 kvadratlık ipekni zoru. Bunu bahası 200'den satılgan, endilikte gelip 100 ming so'mdan işlanı alıp gitseniz boladı. Duruşu 1 milyon 500 ming so'm pul boladı. Bunu siz 4 ayda bölüp төлeseniz 375'ten düşedi. 5 ayda төлeseniz 300 ming so'mdan төлeysiz. Mesela işi gilenme aldınız, bir kat çayınızı döşedinizden ayına 300 ming so'mdan 5 ay төлeseniz zor ku. Yani, başım dahşat çıqqan gilen. Minin gilenmeden bize de asortimentler dım köp obunaçılar köp gelip durup bemalol özlerinizge yaqqan gilamlarni xarid etib ketsangiz boladı. Şu bilan video rolikimizda yakunlaymiz. Ne deyman? Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolardan bundan ham yaxshi, bundan ham zo'r gilamlarni skidga bahida qo'yib beramiz. Yangiliklarimiz hali oldinda. Qo'ldan kelsa bir like bosib beringlar. Ne deyman? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.